Yaqinlaringizga quvonch va shodlik ulashuvchi go'zal va betakror ovoz sohibasi Sevara Ziyo bilan tabriklar vaqti. Ilnur opa, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Juda ham yaxshi. Mening ismim Sevara Ziyo. Ayni daqiqalarda esa sizga salom va tabriklar soatida qo'ng'iroq qilyapman. Rahmat. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. O'zingiz qanaqa his qilyapsiz? Betakror. Yaxshi ham. Har tomonlama. Ayol kishi o'zi ozginagina e'tibordan o'zi juda ham xursand bo'lib ketadi, to'g'rimi? To'g'ri. Salomat bo'ling. Ana shunday e'tiborda, e'tirofda yurmoqligingizni tilab qolaman. Xo'sh, aytingchi, biz orqali sizni kim tabriklayapti? Nima endi? Taxmin qilib ko'ring. Yana. O'g'limdir. O'g'lingiz ismlari? Botir. Barakalla, Botir. Bu qarsaklar sizga Botir topa qoldingiz. Bildingizmi o'zi? Botirjon aytdilarmi yo? Yo'q, o'zi bittagina bolam bor. Sog' bo'ling. Aylanib o'rgurib shu bolamdan kutaman deng. To'g'ri, shunaqa. Sog' bo'ling. Ha, to'g'ri aytyapsiz. Demak, biz orqali sizni Botirjon chin dildan muborakbod etib, tabriklab, onajonimni chin ko'ngildan tabriklayman. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin-da, tan joylari sog' bo'lsin, yana 100 yil yashab bersinlar, ayting. Va'da bersinlar, umrlari uzoq bo'lsin. Ularsiz men hayotimni bir kunini ham tasavvur qila olmayman. Men Bunisi ham. Aha. Ko'zlarini oq qorasi yagona farzandlariman. Ilohim baxtimga doim sog' salomat bo'lsinlar deya samimiy tabriknomalarni mana shunday tarzda yo'llab qo'ymoqdalar. Rahmat. Xo'p, desangiz mana shu tabriknomalarni o'qib bersam maylimi? Mayli, rahmat. Yaxshi. Demak, o'qib beraman. Assalomu alaykum, men uchun qadr aziz bo'lgan. Bu dunyoda bir donagina lolam, rayhon bo'yli hidli onajonim. Mehri giyohim. Uyga kirib kelishim bilan onamni ifori boshqacha tutadi. Va o'ylab qolaman. Dunyodagi eng go'zal, eng chiroyli, eng mo'tabar zot bu mening onam, onajon. Men sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Bilasizmi? Hech qanaqa bir so'zsiz, mantiqsiz meni deb ne sinovlardan o'tdingiz. Tobim bo'lmaganda yelkangizga ko'tarib, qo'lingizda opuchlab, jon halak bo'lib meni katta qildingiz. Ne azoblarni ko'rdingiz. Bilaman, gohida sizga qo'pollik qildim, gohida baqirdim. Lekin shunday bo'lsa-da ko'nglingiz og'riganini bildirmadingiz. Bolam debon kechirib ketaverdingiz. Va hammadan ko'ra ko'proq meni yaxshi ko'rib, menga suyanasiz. Men ham onajon sizga dunyo ko'rdim, yurt kezdim, ammo sizdaqa mehribona topa olmadim. Tan olish kerak, onajon, juda ham mo'tabar va muqaddas zotsiz. Bu dunyoda sizdek mehribon va qalbida doim mehr muhabbati bo'lgan inson yo'q onajon. Juda qattiq yaxshi ko'raman sizni. Baxtimga doim sog' bo'ling deyman. Aziz boshingiz omon bo'lsin. Nimaga niyat qilgan bo'lsangiz, albatta o'sha orzu niyatlaringizga yeting. Baxtimizga doim sog' bo'ling. Biz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Omon bo'ling ilohim. Xudo xohlasa yuzingizni yorug' qilaman. Ko'rmagan mo'jizalaringizni ko'rsataman, dunyo kezdiraman. Faqat sog' bo'lsangiz bo'ldi, xo'pmi? Siz kasal bo'lib qolmang. Meni deb ko'p sinovlardan o'tdingiz. Ne yomon kimsalar dilingizni og'ritmadim. Lekin ro'zg'orimizni butlash uchun halol yo'ldan yurib, doim pok bo'lib, bolamga deb yig'indingiz. Rahmat. Hammasi uchun rahmat onajon. Umringiz uzoq bo'lsin. Va'da beraman, sizni jannatdagi eng a'lo hurlardan qilaman. Jannatlarga loyiq qilsin Allohim sizni. Meni esa solih farzand qilib, shu boqqalaringizni kuydirmasdan jonimni omon saqlab, uzoq umr bersin. Sizni baxtli qilay, o'zim uchun emas, siz uchun. Uzoq umr ko'rib, sizni baxtli qilay. Baxtimga sog' bo'ling. Onajon, bilaman, doim meni deysiz. Doim meni o'ylaysiz. Qo'ng'iroq qilasiz. Telefon qilmasam ham telefon qilasiz.
yo'qlaysiz, bolam deysizda, achinasiz, kuyinasiz. Hammasi uchun rahmat. Va bu dunyoda hech bir inson sizchalik emas. Sizni juda qattiq yaxshi ko'raman. Yana bir bora chiroyli kuningiz muborak bo'lsin. Baxtimga doim sog' bo'ling ona deya nomalari shu yerda yakunlangan. Rahmat. Mana ham baxtimga sog' bo'lsin bolam. Nima ichki orzu bo'lsa shu bolam orqasidan ko'ring. Yetganingizga Baxtimga sog' bo'lsin. umringiz uzoq. Ko'zimni oqib borasi shu. Bolamdan hali umidlarim bo'lsin katta. Yaxshi qilib kutaman bolamdan. Rahmat bersin. Sog' bo'ling, ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Oz bo'lsa-da ko'nglingizga kira olgan bo'lsak, o'g'lingizni nomalari bilan xursand qila olgan bo'lsak, biz ham xursandmiz. Judayam xursand bo'ldim. Rahmat. Kutmagandim. Bolamdan kutmagandim, to'g'risi. Rahmat. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. O'rtadagi mehr oqibat hech qachon mana shunday yo'qolmasin. Aziz boshingiz omon bo'lsin. Har doim hamisha bunday yosh kunlarning ko'pini ko'rib yuring. Opajon, sog' bo'ling, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Tez orada Xudo xohlasa Mohir Ramazon oyi yetib kelyapti. Bu oyda sizga tinchlik, totuvlik, omonlik, esonlik bilan kirib kelsin. Omadingizni yana ham beraversin. Rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Shularni rivojini bersin, rahmat, baraka toping. Xo'p bo'ladi. Salomat bo'ling, hayomingiz muborak bo'lsin. Omon bo'ling. Rahmat.